Butun dunyoni zombilar bosgan tinimsiz xavotirlar va qo'rquvlar zamonida tinch va osoyishta hudud yaratish va u yerda barcha yaxshilarni yig'ib, ularga tinchlik va xotirjamlikni berish bu juda qiyin va shu bilan birga buyuk ishdir. Bugungi kinomizdagi bir qarashda bir-biriga bog'lanmagan qahramonlarning qo'rqinchli sarguzashtlari ularni oxir-oqibat o'sha tinch hududni yaratish uchun hamma imkoniyatlarga ega bo'lishiga olib keldi. Demak, biz boshladik. Deyarli butun dunyo aholisi yangi virus tufayli zombiga aylanadi. Harbiylar vaziyatni nazorat qilishga urinishadi. Ko'cha vahimali ovozlar bilan to'lgan. Abigail ismli qizcha esa ukasi va onasi bilan birga mashinalarga o'tirish uchun uydan chiqishadi. Lekin ko'chada ularga bakakalla hujum qiladi. U onani, keyin esa Abigailning ukasini tishlab oladi. Qizaloq esa avtomobil tagiga yashirinishga ulguradi. Politsiya sirenasi ovozini eshitib, yovvoyi qochib ketadi. Ebi esa allaqachon zombiga aylangan onasining o'zi tomonga emaklab kelayotganini ko'radi. Lekin shu payt bir erkak paydo bo'ladi va onaga o'q uzib tinchitadi. Keyin esa qizaloqni o'zi bilan olib ketadi. Oradan 10 yil o'tadi. Dunyo post-apokaliptik holatga tushgan. Odamlar kam, shaharlarni esa tabiat o'z quchog'iga olgan. Kunlarning birida ulg'aygan Ebi va uning qutqaruvchisi Sunnat o'rmonda ov qilishadi. Abigail aniq zarba bilan kiyikni o'ldiradi. Keyinchalik esa ular qarorgoh qurishadi va uning atrofini ogohlantirish simlari bilan o'rashadi. Tunda ogohlantirish simlari ishga tushadi. Uyg'ongan Sunnat simga ilashib qolgan bir tutam junni topadi va yana bir yovvoyini tinchitadi. Bu zombi aftidan shu atrofda izg'ib yurgan dengizdan tomchi edi. Erkak qizni uyg'otadi va ular bu joyni tezda tark etishadi. Kunlarning birida juftlik avtomobilni payqab to'xtashadi. Ular qurollarini chiqarib mavjudotlardan biriga qarata o'q uzayotgan erkakni kuzatishadi. Bu vaqtda ikkinchi zombi unga orqa tomondan sekingina yaqinlashib kelayotgan bo'ladi. Abigail yordam bermoqchi bo'ladi, lekin shoshilgani uchun sog'lom odamni sullaytirib qo'yadi. Ebi zaxira mahsulotlarini qidirish uchun avtomobilni tekshiradi. Sunnat esa yaralangan erkakni tinchitadi. To'satdan mashinada radio ishlab ketadi. U orqali kimdir haydovchi bilan aloqa o'rnatishga harakat qiladi. Ebi ularni bu yerda yovvoyilar borligi haqida ogohlantirmoqchi bo'ladi, lekin erkak hoziroq ketishni talab qiladi. Shu lahzada boshqa mashinalar yaqinlashadi va ularni bir guruh odamlar o'rab oladi. Ular bu juftlikni talonchilar deb o'ylashadi. Har ikki tomon bir-biriga qurol o'qtaladi. Ularni tinchlantirish uchun mashinadan bir homilador ayon tushadi va shu lahzada yovvoyilar paydo bo'ladi. Hamma zombilarni to'xtatishga urinib o't ochadi. Biroq dushman juda ko'p. Sunnat va Abigail ham jangga kirishishga majbur bo'lishadi. Qolganlar esa faqat o'q uzish qo'llaridan keladi xolos va yovvoyilar ularni birin-ketin tinchitadi. Ayollardan biri yonuvchi aralashmani ishlatadi, lekin unga yovvoyi hujum qiladi va portlash sodir bo'lib, Sunnatni uloqtirib yuboradi. Tishlanganlardan biri o'zini tinchitmoqchi bo'ladi, lekin uning miltig'idagi patronlar tugab qoladi va u aylanishni boshlaydi. Guruh yetakchisini ulkan maxluq ushlab oladi va yo'q qiladi. Mohinaning eri Davidga ham yovvoyi hujum qiladi, lekin u o'zini himoya qila oladi. Ebi juftlikka mashinaga chiqishga yordam beradi. Sunnat esa ularga qo'shilishdan oldin yana bir nechta dushmanni tinchitadi. Odamlar g'azablangan zombining vahshiy qichqirig'i ostida u yerdan qochib qutulishadi. Ularning o'q-dorilar kam qoladi. Mohina esa ular daryo bo'yidagi koloniyaga ketishayotganini aytib beradi. Ebi va Sunnat odamlar yashaydigan joylarni qidirishni yoqtirmaydi, chunki oldingi tajribalar bu yaxshi fikr emasligini ko'rsatgan edi. Avtomobilning to'satdan buzilib qolishi guruhni yo'lni piyoda davom ettirishga majbur qiladi. Tez orada ular tashlab ketilgan shaharni topishadi. Xavfsizligiga ishonch hosil qilgach, ular tunashga tayyorgarlik ko'rishadi. Mohina o'z ovqatini taklif qiladi, lekin Ebi va Sunnat o'z mahsulotlarini yeyishni afzal ko'rishadi. Er-xotin fermada yashashganini, lekin keyin hujumga uchrashganini aytib berishadi. Ular koloniya bilan radio orqali bog'lanishgan va u yerda oziq-ovqat zaxiralari hamda tibbiy xodimlar borligini bilishadi. Biroq u yerga borish xavfli. Abigail javoban ular doimo harakatda bo'lganliklari sababligini, shu paytgacha omon qolishga erishganini aytadi va hozir ular g'arbiy sohildagi orollarga borishni rejalashtirishmoqda. Bu vaqtda Sunnat tashqarida tuzoqlarni o'rnatadi. Keyin esa er-xotinga yo'l xaritani ko'rsatadi, chunki ertaga ularning yo'llari ayro tushadi. Abigail ustozini er-xotin bilan birga borishga undaydi, ammo erkak o'z qarorida qat'iy qoladi. Bu orada yovvoyilar tashlab ketilgan avtomobilni topishadi va shahar tomon yo'l olishadi.
Sunnat bu vaqtda Davidga tishlangan taqdirda o'zi uchun tayyorlab qo'ygan o'qni ko'rsatadi. Keyin esa to'satdan ularga manzilga yetib olishga yordam berishga rozi bo'ladi. Ertalab Abby shovqinni eshitib pastga tushadi va yovvoyining hujumiga uchraydi. Biroq qiz uni machete bilan tinchitadi. Ikkinchi zombini Abby derazadan pastga otib yuboradi, lekin o'zi ham deyarli yiqilib tushay deydi. Sunnat qizni qutqarib qoladi. Yovvoyilar binoga yetib kelgan vaqtda odamlar allaqachon uni tark etishgan bo'ladi. Boz ustiga zombilardan biri Sunnatning simli tuzog'ida portlab ketadi. To'satdan qiz bu joylarni eslaydi. Chunki qachonlardir dadasi ishlagan aeroportda bo'lgan edi. Qiz butun qolgan samolyotni qidirishni taklif qiladi, lekin Sunnat allaqachon juda ko'p vaqt o'tganini eslatadi. Biroq er-xotin qizni qo'llab-quvvatlaydi va Sunnat bo'ysunishga majbur bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach, ular yaqinda halok bo'lgan erkakni mashinasini topishadi. Abigail ovqat qidirib eski binoni ko'zdan kechiradi, lekin boshqa xonada yashirinib o'tirgan oilani payqamaydi. Buning o'rniga Sunnat nogironlar aravachasini topadi va unga mohinani o'tkazishadi. Ular ketganidan keyin yovvoyilar binoni topib, oilani yo'q qilishadi. Aeroportga kelgach, guruh u yerda samolyotlar yo'qligini tushunadi, biroq qiz otasining angarini topadi. U yerda samolyot bor edi va David uni qanday ta'mirlashni biladi. U apparat bilan band bo'lganida qiz dadasining fotosuratini topib, devorga osib qo'yadi. Shu payt yovvoyilar paydo bo'ladi. Guruh samolyot hali tayyor bo'lmasa-da u tomon yuguradi. Sunnat zombilarni ushlab turish uchun o'q uzadi. David esa motorni qo'lda yuritadi. Abigail unchalik tajribali uchuvchi emas, biroq kerakli tugmalarni topadi va samolyot tezlikni oshirib havoga ko'tariladi. Lekin tez orada nosozlik tufayli qulaydi. Baxti kulib, hamma omon qoladi. Axir aytgan edim-ku, tuzatish uchun ko'proq vaqt kerak deb, deydi erkak. Yaqin orada stansiya topiladi va qahramonlarimiz u yerda tunash uchun to'xtashadi. Tunda Mohina Sunnat bilan ovqatini bo'lishadi. U esa ayol unga xotinini eslatayotganini tan oladi. U xotinining zararlangan qarindoshlarini o'ldirishga majbur bo'lgan. Xotini esa bunga chiday olmay, o'z xohishi bilan bu dunyoni tark etgan edi. Bu vaqtda David oyog'idagi narsa shunchaki jarohat emas, balki tishlash ekanligini tushunadi. Erkak o'lishi kerakligini biladi, lekin to'pponchasi bo'lishiga qaramay, o'zini buni qilishga majburlay olmaydi. Sunnat aynan o'sha paytda tishlangan paytida arteriyaga tegmagani sababli juda uzoq vaqt davomida maxluqqa aylangan bolani eslaydi. Ertasi kuni guruh yo'lni davom ettiradi. Davidning ahvoli tobora yomonlashib boradi va Sunnat uning oyog'idagi qonni payqaydi. U ayollar uzoqlashishini kutadi va Davidni daraxtga qisib, to'pig'ini ko'zdan kechiradi. Shubhalar tasdiqlanadi. Sunnat Davidga haqiqatni aytishga imkon beradi. Lekin shu payt Mohina erini chaqiradi va ular yo'lda davom etishadi. Kechqurun guruh tunash uchun uy topadi. U yerdagi erkak ovozi ularning tashrifidan maqsad nimaligini so'raydi. Abigail yordam so'raydi, chunki oralarida homilador ayol bor. Eshikni ochgan erkak qurollarni eshik ortida qoldirishni buyuradi. Keyin esa ularni ichkariga kiritadi. Norton muhandis bo'lib, ushbu uyni elektr energiyasi va issiq suv bilan ta'minlaydigan qurilma yaratishga muvaffaq bo'lgan. U xotinini eslatib o'tadi, lekin uning qayerdaligi haqidagi savoldan qochadi. Norton ovqat bilan bo'lishadi. Abby esa xursandchilik bilan dush qabul qiladi. Sunnat o'z noutbugini ulab, homilador xotinining eski fotosuratlarini ko'radi. Keyinchalik u Mohinadan xabar oladi va ayol bolaning harakatini his qilmayotganini aytib, agar unga biror narsa bo'lsa, go'dakka g'amxo'rlik qilishni Sunnatdan so'raydi. Shundan so'ng Norton hammaga ichimlik taklif qiladi va bu yerda 20 yildan beri yashayotganini, lekin xotini endi yo'qligini aytib beradi. U koloniya haqida radio orqali eshitgan, biroq insoniyat sayyorani vayron qilgani uchun pandemiyaga loyiq deb hisoblaydi. U virusni tabiiy jarayon deb bilib, faqat eng kuchlilar omon qolganini ta'kidlaydi. Shu payt Sunnat stolda g'alati pichoqni payqaydi, lekin Norton uni tezda olib qo'yadi. Bu vaqtda David yuvinish xonasiga kiradi va infeksiya o'zining tanasi bo'ylab tarqalayotganini ko'radi. Qaytib kelgach, u do'stlarini hushsiz holatda topadi, chunki Norton ularning ichimligiga nimadir qo'shib qo'ygan edi. Erkak Davidning zararlanganini payqaydi va qurilmani ishga tushiradi. Uning ovozidan David hushini yo'qotadi. Shu bilan birga yovvoyi vokzaldagi to'xtash joyini topadi. Uydagi Sunnat esa yerto'lada hamma bilan birga bog'langan holda o'ziga keladi. O'z kuzatuvlarini qayd etayotgan Norton ovoz orqali zombilarni nazorat qiladigan qurilma ixtiro qilganini ma'lum qiladi va qafasdagi zararlangan xotinini ko'rsatadi. Tajriba o'tkazib, u xotinini qo'yib yuboradi va apparatini ushga tushiradi. Biroq David yulqinib chiqadi va u bilan jangga kirishadi. Shundan so'ng u Norton uchun kutilmaganda ushbu apparat ta'siridan paydo bo'lgan og'riqni yengib, do'stlarning arqonlarini uzib tashlaydi.
Sunnat Nortonga qarata o'q uzadi, lekin u qochib ketadi. Guruh yuqoriga ko'tariladi va eshikni qulflaydi, lekin uy egasi bolta bilan uni buzib kiradi. Bu vaqtda Abigail uning mashinasining kalitlarini o'g'irlaydi. Sunnat Davidni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin ayol uni kutishga ko'ndiradi, chunki u hali hushida edi. Va shu payt Mohina o'zida tulg'oq boshlanganini payqaydi. Shunga qaramay guruh mashinaga yetib olib, Nortonni xotini bilan qoldirib, qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. O'rmonda mashinani yovvoyilar quvib yetadi. Mohinada esa tug'ruq boshlanadi. Ammo odamlar uzoqda chiroqlarni ko'rishadi va koloniyani topishganini tushunishadi. Biroq yo'lni daraxt to'sgan va ular piyoda ketishadi. Odamlar o'q uzib himoyalanishadi. Tez orada zombiga aylanish sodir bo'lishini anglagan David qolganlarga ketishni buyuradi. O'zi esa zombilarni ushlab turish uchun qoladi. Er-xotin xayrlashadi. Sunnat esa Davidga o'zining o'qini beradi. Erkak yovvoyilar bilan jangga kirishadi va hatto bir nechtasini yengishga muvaffaq bo'ladi. Lekin yetakchi uning sindiradi. Qolgan zombilar omon qolganlarni ta'qib qilishadi. Abigail Mohinani ko'tarib ketayotgan Sunnatni himoya qilish uchun o'q uzadi. Uning yordam so'rab qichqirishi koloniya darvozasi oldidagi soqchilarning e'tiborini tortadi. Ular o't ochib, maxluqlarni yo'q qilishadi. Yovvoyilar o'rmonga chekinadi. Qahramonlar koloniyaga kirishadi. U yerda Mohinani shifokorga olib borishadi. Ertalab guruh yetakchisi bilan uchrashuvdan so'ng, Sunnat Abigailga odamlarga ishonmasligini va ketmoqchi ekanligini ma'lum qiladi. Lekin qiz tinimsiz ko'chib yurishlardan charchagani uchun uni eshitgisi kelmaydi. Bu vaqtda shifokor bola bilan hamma narsa joyida bo'lsa-da, ayol omon qolmasligini aytadi. Sunnat undan xabar oladi va qiziga Umida deb ism qo'yganini bilib oladi. Ayol uning bergan va'dasini eslatadi. Shu vaqt ichida Norton o'z qurilmasi yordamida yovvoyilarni nazorat qilib, ularni o'zi bilan birga koloniya oldiga boshlab keladi va qasos vaqti kelganini e'lon qiladi. Shaharda esa Abigail tengdoshlari bilan tanishadi. Sunnat esa chaqaloqqa qarab kelajak haqida o'ylaydi. Kechqurun Abbi tonnelga olib boradigan yo'lni topadi va u yerda g'alati pultni ko'radi. Uning yangi tanishi Rorik suv ustidagi shahar minalashtirilganini va agar yovvoyilar bostirib kirsa, pult minalarni harakatga keltirishini ma'lum qiladi. Odamlar esa tashlab ketilgan to'g'onga olib boradigan tunneldan foydalanib, qochib qutulishlari mumkin. Ertalab Norton soqchini o'ldiradi va yovvoyilardan biri koloniya hududiga kirib, qolgan soqchilarni ham o'ldiradi. Shundan so'ng o'lim zombilarni hujumga yuboradi. Zombilar odamlarni yo'q qilayotgan bir paytda koloniyaning bir nechta aholisi jangga kirishadi. Abigail Radarikni qutqaradi. Keyin esa qurollangan o'smirlarga o'q otish uchun qulay pozitsiyani egallashni buyuradi. Yigit esa omon qolganlarni to'g'on tomon boshlab ketadi. O'zi esa bolani olib, uni qidirayotgan Sunnatning ortidan boradi. Bu vaqtda qo'rg'ondagilarning o'qlari tugab qoladi va koloniya yetakchisi qochishga urinadi, lekin halok bo'ladi. Abi va Sunnat qo'llaridan kelgancha odamlarni himoya qilishga harakat qilishadi va nihoyat uchrashishadi. Ular zombi bilan urushayotganda qiz erkakdan qochishni so'raydi, chunki tez orada shahar havoga uchadi. Va shu payt Sunnat Nortonni payqaydi, lekin yovvoyi uni urib yuboradi. Aqldan ozgan ixtirochi xavfsiz dunyo yaratish haqidagi rejasini gapirib, uni kaltaklay boshlaydi. Biroq Sunnat o'rnidan turadi va Nortonni devorga qisib, shu bilan birga qurilmani sindirib tashlaydi. Sunnat va Abi qochishadi. Yovvoyilar esa baxtsiz ixtirochiga tashlanishadi. Omon qolganlar tonnelni kesib o'tib to'g'onga yetib borishadi va Rodarikdan portlovchi moddani faollashtirishni so'rashadi. U ikkilanadi, chunki Abi hali kelmagan edi. U esa aynan yovvoyilar yetakchisining qo'liga tushib qolgan bo'ladi. Sunnat unga zarba beradi, maxluq yiqiladi. Abi uning bilaguzugini ko'rib, dahshat bilan bu uning otasi ekanligini tushunadi. Sunnat uni o'ziga keltirib, lyuk tomon tortadi. Koloniya havoga uchib ketadi, lekin juftlik qutulishga ulguradi. Biroq qirg'oqda Sunnat yovvoyilar yetakchisining hujumiga uchraydi. Sanksiya boshlanadi. Do'sti otasining qo'lida halok bo'lish arafasida turganini tushungan qiz o'q uzib, Sunnatni qutqaradi. Koloniyani qamrab olgan yong'inni kuzatar ekan, Abi to'g'onda yangi turar joy barpo etish g'oyasini bildiradi. Sunnat esa Nortonning yovvoyilarni ushlab turishga imkon beradigan shunday qurilmani qurish haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan bloknotini o'zlashtirishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qiladi. Va shu bilan filmning nomida aytilganidek, tinch hudud yaratiladi. Filmni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizni like va kommentlar bilan quvvatlang va xayr do'stlar.